Bugun 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni. Ushbu sanaga Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2003-yilda asos solingan bo'lib, uning maqsadi jamiyatda halollikni, oshkoralikni va mas'uliyatni keng targ'ib etishdan iborat. Iqtisodiyot va pedagogika universitetida ham mazkur kun munosabati bilan korrupsiyani oldini olishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tomonidan bir qator davra suhbatlari, seminarlar tashkil etilib, ushbu seminarlarda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'lim boshlig'i hurmatli Farruh Mamatov yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazib, ularga huquqiy madaniyatni oshirish, halollik va shaffoflik to'g'risida bir qator ma'lumotlar ulashdi. Albatta bu kabi sa'y harakatlar soha mutaxassislari hamda talaba yoshlarimizni huquqiy madaniyatlarini oshirishga, halollik va adolat tamoyillarini keng targ'ib etishga xizmat qiladi.